Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Islombek Sultanov sizlar bilan 2025 3-aprel sanasiga o'tgan yili payvand qilganmiz. Hozir qaranglar, nima qilyapman bog'da. Men bog'da kartalashtiryapman. Qayerda qanaqa sortim bor, bu yil nima qilishim kerak, qaysilarni payvand qilishim kerak, qaysilar orqada qolib ketdi. Shularni rejalashtirib yuribman hurmatli bog'bonlar. Sababi juda ham muhim narsa. Qayerda payvand qilasiz, nima ish qilasiz, qachon o'g'it bergansiz, qachon tagga o'tga qarshi dori sepilgan, qachon tozalashimiz kerak, hammasini yozib rejalashtirib yuramiz. Hozir bu yerda shunaqa bo'lgan, o'tgan yil payvand qilsak, bu payvandda uxlab qolganda, tepasini kessak ham uyg'onmagan. Mana bu yil endi uyg'onishni boshladi. Mana bu birinchisi. Mana bu ikki, pastdagi mana bu uchinchisi. Bitta payvandlar ko'ringan bo'lsa, mana o'rnini ham tiniq qilib ko'rsatay. Mana 3 ta payvand olgan. Xo'p, hurmatli bog'bonlar, 3 ta variant qoldiraman. 1 2 3 deb nomerlab qoldirasiz. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shuncha ma'lumotga biz hozir nima qilamiz bu ishga desangiz, kurtala bir qarsh bo'lguncha tagga tegmaymiz. Bir qarsh bo'lgandan keyin tagini tozalab, mana bu yil xudo xolasa o'tgan yilgi glifosat sepilgan, o'tga qarshi dori sepilgan, ajriqqa qarshi deyarli xudo xolasa bir 80% qoldi. Bu yil 20% ni yo'qotamiz. Taglarni o'ta toza holatda, go'zal holatda qilishga harakat qilamiz. Men xo'p, 3 ta variant beraman. Shu 3 ta variantdan qaysi birini daraxtini shakllantiramiz. Sizlar bilan yil oxirigacha ana shuni ko'ramiz. Xo'p, birinchi varianti mana pastga qarab ketgani, ikkinchisi bu tomonga yonga chiqqan shoxi, uchinchisi mana o'rtadagi liderdan 20 cm uzoqlikda bo'lgan kurtak. Bittasi qolish kerak. Nimaga? Bittasi daraxt bo'ladi, tezroq hosil keladi. Biz 3 tasini boqib umrni o'tkazmaymiz. Bitta qoldiramiz. 1 2 3 belgilaysizlar, ana shuni kesaman. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlash juda ham shart. Videolarimiz rekka chiqishi kerak inshaalloh. Xudo xolasa men bularni har bittasini bu yil yopiq kanalimda ham ko'rsatyapman. Yopiq kanalimga o'tib olasizlar. Handon pista bodom yetishtirayotganlar, yopiq chuqurlashtirilgan holatda yopiq kanalga video qo'yayotganmiz. Yopiq kanalimizda 2025-yil oxirigacha 365 ta video yuklanadi. Shu 365 ta videoni hammasini kuzatib borishinglar mumkin. Mana payvand qilingan 3 yillik ko'chatlar, mana shuni 3 ta lider qilib qoldirganmiz. Mana 3 ta lider bo'lgan, 3 ta payvandni ham qoldirganman. Mana hosillari, mana hosillari payvandlash muhim darajada. Mana 3 ta gul kurta bor shu yerda. Mana tepasidan doimiy gul kurtalarning tepa tomonidan ochilish boshlaydi. Buning uchun nima qilaman? Bu gul kurtani ushlab qolishim uchun men bunga gulchangini osishim kerak. Shakarli suvga solib osib qo'yishim kerak. Buni yopiq kanalda xudo xolasa ko'rib boryapmiz. Yopiq kanalimizni bitta plyus tomoni, u yerda tajribalaringiz minus yurib qolsa ham siz o'sha minusni o'rganasiz. Siz bilan birga davom etayotgan hamkasblar ham o'rganishadi. Yopiq kanallarning shu tomoni yaxshi. A'zo bo'lib qo'yasizlar inshaalloh. Videoyim tugadi. Alloh nasib qilsa keyingi videoda ko'rishguncha.